Yo, hammaga salom. Tinchmisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Xo'sh, bugun ikkita yangilik haqida gaplashamiz. Bu 4 kurs tema bilan mamnun qilishim kerak. Ikkita yangilik. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Yaxshisi mantrikman. Men uchun bu yaxshi. Yomoni esa svet yo'q. Svet yo'q bo'lgani uchun hozir bu videoni olganimdan keyin hozir rekord bo'lyapti mana. Rekord bo'lyapti va keyinroq set kelganda yuklayveraman bu videoni YouTube'ga demoqchiman. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi readingni boshladik. Xo'sh, bugun qanaqa mavzu? Bugun A Taste of Two Cities degan, ya'ni ikkita shaharni yoki ikkita davlatni ta'mi haqida gaplashamiz. Okay, boshlandik. The city of Sao Paulo, Brazil has hundreds of Japanese restaurants. A world away in Hamamatsu, Japan, there are many places to buy and eat Brazilian food. Why is each country's food so popular in the others? The answer to this question dates back to the early 20th century. Qisqasi, Braziliyada Sao Paulo degan shahar bor ekan. Bu yaponlar, Sao Paulo. Qisqasi shu restoran bor ekan, restoranlar. Shu shaharda yapon restoranlari mavjud ekan Braziliyada. Va u juda ham mashhur ekan. There are many places to buy and eat Brazilian food. Qisqasi aytyapti. Hamamatsu, Japan. Braziliyada debdi. Mana как раз nimada bu. Braziliyada debdi. Mana bu Sao Paulo degan shaharchada a lot of restaurants, Japanese restaurants ko'raykansizlar. Hamamatsu shahrida esa Braziliyaga oid restoran, braziliyancha ovqatda yeyishida mumkin ekan o'sha Yaponiyada. Bu xuddi ikkita nima desam, kultura almashilganida yoki ikkita kultura ikki xil davlatda bir-biri bilan kulturasini almashganday bo'lyapti. Va bu nima uchun bunchalik populyarligi esa 20-asrga qaytib turib o'sha javobni o'sha yerdan topamiz debdi. In 1908, people from Japan began moving to Brazil to work in coffee plantations. Plantations bu ekishmidi? Which crops such as coffee, tea and sugar are grown. Large farm. Qisqasi ferma demoqchiman, shunaqa narsa. Katta yer maydoni bo'lishi kerak. Many of these Japanese immigrants called Nikkei moved to Sao Paulo and settled in a neighborhood called Liberdade. G'alati so'zlar ko'p ekan bunda. Shunga chalg'ib ketsam, e'tibor bermaysizlar. Hozir Liberdade tushunib olishim kerak hozir gapni. Misol o'qidingizlar, sizlarga ham hozirdan tushuntirib ketaman. Gapni o'qidingizlar, gapdagi so'zlarni tushunib turibsizlar, lekin aynan mana shu gapni tushunmayapsizlar, to'g'rimi? Mana shu mana shu indan boshlanadi. Keyin mana bu yoqqacha keldi. Mana bu Liberdade degan so'zgacha keldi. Mana shu yoqqacha gapni tushunmadingizlar. Biram bunaqa holat bo'lib turadi. Tushunish uchun nimaga men odatda asoslanaman? Kontekst tushunishga harakat qilaman. Kontekst nima haqida? Kontekst bu restoranlar haqida yoki da ovqat yoki kultura haqida gap ketyapti va o'shalarga oid mavzularni eslashga harakat qilaman. Aytyapti, 1908-yilda moving to Brazil to work out coffee. Mana
endi tushunganda bilaman. Qisqasi aytyapti, Yaponiyadan, mana from Japan, Yaponiyadan Braziliyaga odamlar ishlashga borgan ekan. O'sha kofe yetishtiradigan dalalarda ishlagan. Taxminimcha dala degani mana bu plantations degani dala bo'lishi kerak yoki shunaqa joy ma'nosi. Men aniq tarjimasini bilmayman. Shunchaki kontekstiga qarab so'z tarjimasini taxmin qilib ketaman. Many of these Japanese immigrants call it Nikkei. Qisqasi, xuddi shunaqa Yaponiyadan Braziliyaga ishlashga boradigan odamlar ularni nomlanishi Nikkei deb nomlanilar ekan. Mana call it Nikkei. Xuddi shunaqa odamlar, immigrantlar Nikkei deyilar ekan. Aynan kofeda ishlash uchun keladigan odamlar uchun. Shunaqa nik qo'yilgan ekan. Shunaqa atalgan. Move it to and settle in neighborhood called Liberdade. Settle in neighborhood. Qisqasi shu. O'sha Nikkeilar Sao Paulo degan Braziliyadagi bir shaharga borib, o'sha yerda ko'p qolgani uchun neighborhood bo'lgan ekan. Neighborhood ularni o'rnatgan, settle. Kelishuvlar nima desam. Qisqasi do'stona bo'lib qolib ketgan o'sha yerda demoqchidir. Like many immigrants, they spoke their native language and prepared traditional foods from their home country. Ko'p immigrantlar, ya'ni ko'p ko'chib kelganlar, ular o'zini tilida gapirishga and prepare traditional foods from their home country. Ular o'zini taomlarini yetishtirishni boshlagan ekan. Yaponiyaliklar Braziliyaga ko'chib borgandan keyin nima bo'ladi? Madaniyat ham saqlanib qolishga harakat qiladi. Yaponlarni bilsalar, juda ham o'zini traditsiyalariga juda ham sodiq qolgan odamlar bo'ladi. Ularga misol Yaponiyaga ko'chib boradigan bo'lsangiz ham, u yerda siz kamdan kam ingliz tilida gaplashadigan odamlarni ko'rasiz. U yerda asosan yaponcha gaplashiladi yoki traditsiyalari ham juda ham o'zgarib ketmagan bo'ladi. Nechidir asrdan berami, adashmasam imperatorskiy bu kelyapti. Misol prezidenti demoqchiman. Bu ham bitta misol, ularni o'sha traditsiyasi o'zgarmaganiga. Over time, the Nikkei opened many Japanese markets and restaurants in the Liberdade district. Bu shaharmi? Shunaqa deb ataladigan joy. Liberdade. Today, this neighborhood has one of the largest Japanese communities outside of Japan. Restaurants sell ramen, noodles, and sushi on every corner. Aytyapti, vaqt o'tishi bilan, mana over time, vaqt o'tishi bilan o'sha Yaponiyadan ko'chib kelgan odamlar, ya'ni Nikkei deb ataylik, to'g'ri talaffuz qilaman bilmayman. Nikkeilar, ular ko'p marketlar, ko'p restoranlar ochishibdi. O'zini ovqatlarini tayyorlaydigan shunaqa joylar, o'zini traditsiyasini kirgizishga harakat qilgan. Kirgizishgan emas, shunchaki o'zini traditsiyasida sodiq qolgan odamlar ekanda. Keyin ketdi. Also, each weekend there is a large street market. Street sellers sell traditional Japanese goods and foods. Har bir ko'chada sellers sell traditional Japanese goods. Har shanba, yakshanba yoki har dam olish kunlarida, each weekend, dam olish kunida ko'cha marketi bo'lar ekan, ko'cha bozori, street market bo'lar ekan. Ko'cha sotuvchilari
traditsiyasi o'sha Yaponiyaga oid tovarlar, Yaponiyaga oid yoki yaponcha ovqatlar, yaponcha kiyimlar, shunaqa narsalar, har xil tovarlar shu sotishgan ekan. The event is popular with both city residents and tourists. Qisqasi aytibdi, bu hodisa debdi ikkita joyda ham sodir bo'lgan. Ya'ni Hamamatsu shaharchasimi, endi shunaqa bilmayman, prefekturadir va qanday nomlanadi bilmadim. Shahar deylik, kelinglar. Shu Sao Paulo shaharchasi va Hamamatsu shaharchasi ikkovida ham ikki xil davlatdan yaponlar Sao Pauloga, braziliyaliklar esa Hamamatsuga borib, o'sha yerda qolib, o'zini traditsiyasiga sodiq qolib ketgan o'sha odamlar ekan qisqasi. Bizada hali ham svetkiman. Tak. In the 1980s, three generations after the first Nikkei settled in Brazil, reverse migrations began to take place. Over 300,000 Japanese Brazilians moved to Japan, mainly to work in electronics and automobile factories. Many settled in Hamamatsu, a city on the east coast of Japan. Qisqasi birda aytibdi, 1980-yilda, ya'ni taxminan 3 ta generations debdi, ya'ni 3 avlod. 3 avloddan keyin the first Nikkei settled in Brazil. A reverse migration began to take place. 3 ta avloddan keyin deyapti. Примерно 300 mingdan ko'prog'i, 300 mingdan ko'proq odam debdi. O'sha Braziliyadan Yaponiyaga ko'chib borgan debdi. O'sha yerda ishlashga ko'proq ish joyi, to work in electronics and automobile factories. Avtomobil zavodlarida ishlashga va elektronik, har xil elektronik zavodlar bo'ladimi? Bo'ladi-ku shunaqa ishlaydigan joylar, elektronikaga oid joylarda braziliyaliklar ishlagan ekan. Keyin many settled in Hamamatsu, a city on the east coast of Japan. Ko'p anavi cost nimasi? Dengiz bo'yi deganimi, adashmasam. Ko'p odamlar o'sha Hamamatsuga borib, unaqa qilgan ekan. Mos chabin. Yo. They also missed times. Brazilians spoke only their native language, Portuguese. Qisqasi, Yaponcha braziliyaliklar spoke but only their native language, Portuguese. Tushunarli. Endi tepdi men bu narsa. Men tepadan gapim endi tushundim. Men Japanese Brazilians degani Braziliyada tug'ilib o'sgan ular yaponiyaliklar. Braziliyada tug'ilib o'sgan yaponiyaliklar. They also missed. Va ular portugalcha gaplashib ketgan ekan va ular yana qaytib Yaponiyaga borgan, eng qizig'i. Yaponiyaga ishlashga borgan ekan. They also missed the foods and culture of Brazil. Over time, a number of Brazilian restaurants and stores opened in Hamamatsu. Today, there is still a large Brazilian population in the city. Qisqasi vaqt o'tishi bilan deyapti. U yerda ham braziliyancha ovqatlar, shunaqa narsalar, magazinlar ochilib, u yerda ham shunaqa rivojlanib ketgan ekan qisqasi. Shunaqa traditsiya, braziliyaliklar o'sha traditsiyasiga amal qilishgan ekan.
All over, Hamamatsu food shops and restaurants sells traditional Brazilian foods such as a pão de queijo type of bread. Pão de queijo degan non bor ekan, shunaqa non turi u yerda sotilar ekan. Fiyoda adashmasam shuni aytdilar. A bean stew with beef and pork. Ya'ni mana shu narsa bijoda degan narsa. Buning tarkibida loviya adashmasam bean, keyin beef bu bug'u go'shti adashmasam yoki mol go'shti yo'q. Bug'u go'shti va cho'chqa go'shti, pork. Qisqasi bilasizlar yaponcha yoki braziliancha ovqatlarni har xil o'zini cho'chqa go'shti yoki shunga narsalar qo'shib yeydi. Today, it's possible to eat exactly Japanese food in Sao Paulo and traditional Brazilian cuisine. Cuisine is a type of cooking. Today, it's possible to exactly Japanese food and traditional Brazilian cuisine in Hamamatsu. We're traveling through Brazil or Japan is worth visiting these two cities to experience the tastes and cultures of their unique immigration countries. Qisqasi aytibdi, bugun kunda deyapti. Yaponiyaliklar o'sha Sao Pauloga, braziliyaliklar esa Hamamatsuga borib, bir-biri bilan kultura almashgan demoqchi. Har xil mana bu yerda adashmasam bu Braziliya. Bu Braziliya mana Indeberda, Sao Paulo in Brazil. Braziliyada mana shunaqa festivallar. O'zi mana misol uchun mana bu odamchaga qarasanglar, qizchaga qarasanglar, yaponkaligi bilinib turibdi. Yana bilmadim. Xo'sh, savollarga o'tamiz. Bir-biri bilan tekst nimani asosiy ma'nosi shu ikkita shahar, ikki davlatdagi ikkita shahar bir-biri bilan kultura almashgani haqida ekan. What's the main purpose of this passage? To discuss the challenges that immigration face. Yo'q, bu haqda emas. Qanaqadir bu yerda muhokama qilinmagan. To explore the role of food in immigration communities. Faqat ovqat haqida gapirilmagan-ku. Mana bu C javob bilan to compare, ikkovi solishtirildi-ku, tepada ikkita shahar solishtirildi bir-biri bilan. Adashmasam, statistics in two different countries. Faqat food haqida gapirmadi, shu uchun B olmaymiz yoki discuss bo'lmadi, A olmaymiz. The Nikkei first came to Brazil to grow coffee. Javob bo'ladi. O'sha kofe nima edi? Kofe yerlarida ishlash yoki kofe yetishtirish haqida. Which sentence about the street market in Libertad is not true? It's a popular tourist attraction. It's open every day. Which sentence about the street market in Libertad is not true? It's a popular tourist attraction. It's open every day. You can try traditional Japanese dishes there. Turistlar haqida gapirmadi. Adashmasam. Street market haqida qaysi bir to'g'ri emas. Turistlar haqida gapirmadi, lekin u yo'q. Bu xato. Turist haqida emas. Bu B javob bo'ladi. Chunki hozir aytaman, belgilab olaylik. Qiyin-da, notebookda touchpadda unaqa qilish, dumaloq qilish juda qiyin.
Xo'sh, shuni olmaymiz. Nima uchun A'ni olmadim? X'ni. Chunki street market debdi, u populyarni bo'ladi. Turistlar ham kelish ehtimoli bor. Shu uchun A'ni olmadik. C'ni nimaga olmadim? You can try to traditional Japanese dishes. Braziliyada o'zi o'sha shaharchada har bir ko'chada yaponcha narsalar sotilgandan keyin, yaponcha ovqatlar sotilgandan keyin yaponcha idishlarda beriladi. O'sha uchun dishes buni olmaymiz. Is not true degan paytda B javob to'g'ri emasligini tushunib yetamiz shunda. What does many refer to in a paragraph C? What does many refer to in a paragraph C? Paragraph C'da many degani nima ma'no anglatadi o'rmoqchi. Bitta tepaga chiqib kelamiz, C'ni topib olamiz. Many. Mana ekan. Many settle in Hamamatsu city on the east coast. Many Japanese Brazilians, many generations. O'qib chiqish kerak. Seni tushunmayman. Many deb Japanese Brazilian aytibdi. Moved Japan mainly to work in electronics and automotive factories. Many settled in Hamamatsu city on the east. Tushunarli. Endi tushundim. Bu yerda aytibdiki, hozir javoblayapti qarang. B javob bo'ladi, chunki Japanese Braziliyaliklar o'shalar bu yoqqa kelgan-ku. Moved to Japan mainly to work electronics automotive. Many settled in Hamamatsu yoki many settled deb yo A javobda aytibdi, yo B javobda aytmayapti, yoki C javobda aytmayapti. Chunki many settled deyapti, ya'ni bitta oldingi gapni o'qiymiz, bitta oldingi gapni aytibdi. Yerda to work in electronics and automobile factories debdi. Ya'ni o'sha elektronika va avtomobillar ga oid shunaqa factorylarda ular ishlagan ekan. Va bu shunaqa factorylar aynan o'sha nima deydi? Hamamatsu degan shaharchada daryo yoki dengiz bo'yida ekanmi? Okean bo'yida, shunaqa ekan. O'sha uchun manufacturers debdi. Aynan manufactorylar demoqchida. Keyingisi, the author's suggestion in the last sentence is directed to. Author's suggestion is the last sentence is directed to. The author's suggestion is the last sentence. So last sentence is directed to. Of their unique immigrants in general bilish kerak. Yoki B javob. Traditional cuisine in Hama. Whether traveling through Brazil or Japan, it's worth visiting these two cities to experience the tastes and cultures of their unique immigrant communities. Immigrantlarga yoki turistlarga gapirilgan ekan, tushunarli. Chunki turistlarga aytibdiki, bugun sizlar demoqchi, o'sha ovqat yeyishinglar mumkin, yaponcha ovqatlar yeyishinglar mumkin Sao Pauloda, ya'ni Braziliyada.
Yaponiyaga borib esa braziliancha ovqatlar yeyishinglar mumkin. Brazilian cuisines, type of cooking. Shunaqa narsalar yeyishinglar mumkin deb bu turistlarga aytyapti. Bini ishlaymizmi? Open a Japanese school in Sao Paulo. Bu manimcha bu yoq juda mayda-chuyda narsalar. Bugunga shu yaxshi zo'r bugunga. Nima deydi? Yaxshi topik ekan. O'qishga, o'rganishga, tushunishga va ertaga biza backyard discoveries mana in 1 cubic foot. Mana shuni o'tamiz ertaga. Ertaga mana shuni tarjima qilamiz. Xo'sh, buguncha shu. Hammaga rahmat ko'rganinglar uchun. Har kun harakat qilishda davom etinglar. Muqimi kunini uzib qo'ymanglar. Reading qilasizlarmi, listeningmi yoki umuman boshqa narsa so'z yodlayapsizlarmi? Muqimi har kun qilishda davom etinglar. Shunda rezultatini sezasizlar. Masalan, bu nima deydi? Hech narsa to'xtatmaslik kerak har kun qilishda. Xo'sh, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda, ertagacha ko'rishguncha xayr.